Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Xayrli tong, xayrli kun, xayrli kech janoblar. Bugun biz Nuendo 14 bazasini o'tamiz va umid qilamanki bu video sizlarga foydasini keltiradi. Xullas kelin boshlaymiz. Itak, birinchi o'rinda biz Nuendoga kiramiz, to'g'rimi? Tak, kiramiz. Nuendo 14 Pro, ya'ni shunchaki 14. Xo'sh, kutamiz kirishini. Tasavvur qilyapmizki, biz o'rnatib bo'ldik programmani va endi mana kiryapmiz hozir. Itak. Так, ana kirdi. Itak, endi tasavvur qilingki, bu yer pustoy. Hech bola yo'q. Bu meni proyektlarim shunchaki, bu proyektlarim spiski. Shu spisk yo'q deb tasavvur qilamiz. O'rnatganingizdan keyin bu narsa bo'lmaydi. Toza bo'ladi. Va maslahatim inglizcha versiyasini o'rnating, chunki inglizcha versiyasida effektlarni tushunish ancha oson va ularning nomlari baribir ingliz tilida, effekt nomlari. Agar ruschada qo'ysangiz, nastroyka qilish qiyinroq bo'ladi, effektlarni topishga ham qiynalasiz. O'shanga yaxshisi ingliz tilidan qo'yganingiz yaxshi. Endi biz ochdik. Mana ko'rib turibmiz, bu shu panelida nastroykalar qilsak bo'ladi. Birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda biz studiyoga kiramiz. Studiyoga kiramizda pastga tushib, studio setupga kiramiz. Studio setupda bu yerda siz обязательно majburiy holatda ASIO driver o'rnatishingiz shart. ASIO driver siz ishlamaydi bu programma. ASIO driver shart. Va agar sizda audio kartangiz bo'lsa, audio kartani driverini o'rnatishni unutmang. Meniki Yamaha Steinberg, mana o'zini kontrol paneli ham bor. Har bitta audio kartani o'zini kontrol paneli bo'ladi. Unutmangki, shuni o'rnatish shart. Driverni esa internetda yozib topsa bo'ladi. ASIO driver download bo'ldi. ASIO for all driver download desangiz chiqadi yoki o'zingizni audio kartangizni modelini yozasizda, modeli uchun o'zini ofitsial saytida anaqasi driveri bo'ladi. O'shanda o'rnatasiz. Вот. Itak, endi biz nima qilamiz? Tasavvur qiling, endi biz hammasini nastroyka qilib bo'ldik. Mana bu in bu ya'ni ovoz kirishi, ya'ni mikrofon. Вот. Out esa bu ovoz chiqishi, ya'ni naushniki va dinamiklar farqi yo'q. Okey, turibdi bu уже itak joyda. Endi biz nima qilamiz? Biz create empty ni bosamiz. Ya'ni yangi proyekt yaratish. Create empty. Mana farqi yozib просто ko'rsam papkani, o'sha yerdagi tanlaysiz papkani. Mana D-disk, mana любой papkani tanlaysiz, misol uchun. Men dispatch 3 tanlayman. Bo'ldi, tayyor. Mana. Bu interface. Tak, interface boshida mamlaqa bo'lib turadi-da. Mana kirishingiz bilan mana shunaqa turadi. Вот. Kirishingiz bilan shunaqa turganda siz mana buni o'chirasiz, mana buni o'chirasiz. Bo'ldi. Qolgani sizga kerak bo'ladi. Itak, interfaysni tushuntiraman. Qo'rqmang-da, ko'rinishi qo'rqinchli, rostdan ham tushunarsizdek ko'rinishi mumkin. Men ham to'g'risini aytaman, hamma narsasini bilmayman. Nari borsa 30-20% bilsam kerak bu programmani. Chunki shu 30-20% menga bilimi yetadi ishlatish uchun. Itak, birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Kirib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda audio inputsni ko'ryapsizlarmi? Audio inputsni bosamiz. Keyin bu yerda albatta mana bu yerda drivers chiqadi. Drivers tanlaysizda, keyin programma o'zi avtomatik tarzda kerakli inputlarni tanlaydi, ya'ni mikrofoningizni. Stereo va ko'rib turganingizdek left right tanlab turibdi. Outputs, ya'ni chiqish ovozi. Chiqish ovozida ham o'zi tanlab beradi. Mana stereo outni o'zi tanlab bergan. Mix L, mix R. Mana shu yerda ham xuddi shunaqa tanlashingiz shart. Okey bo'ladi. Keyin bu yerdan chiqamiz. Qolgani o'zi kerak emas. Mana shu kerak emas bu yer. Chiqamiz, bo'ldi. Endi biz kirdik. Biz ishlashni boshlamoqchimiz. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda albatta videosini qo'yamiz, to'g'rimi? Programma biron bir animemi, kinomi, film farqi yo'q. Siz axir shu uchun bu programmani ishlatasiz. Shunchaki ovoz berish uchun emas-ku, to'g'rimi? Вот. Bu programma aynan svideniya uchun mo'ljallangan va sifatli ovozni chiqarish uchun mo'ljallangan.
Itak, biz hozir nima qilamiz? Biz hozir masalan dispatch 3 tanlaymiz. Men hozir dispatchga yozib beryapman-ku. Prosta olamizda, keyin e'tibor bering. Mana bu yerda minusga ham chiqib ketishi mumkin. 0 da turibdi hozir. Ba'zida minusga chiqib ketadi. -1 sekund bir bola. O'shanga e'tiborliroq bo'linglar. 0 da 000 bo'lganda qo'yinglar. Mana o'zi qo'yadi. Endi kutamiz. Sekund. Bu endi hard diskda o'shanga shunaqa sekin ishlayapti. Agar sizda SSD SATA bo'lsa, unda programma ancha tez ishlaydi. Menda oldin SSD SATA edi, lekin asosiga kuyib ketdi. Xudoga shukr daniylarni chiqarib oldim, keyin hardga o'tdim. Endi hard baribir anaqaroq ekan. Nima edi? Barqarorroq desa bo'ladimi? Uni u yerdagi daniylar o'tishi qiyinroq. Va mabodo buzilib qolsa, anaqa programma, hardingiz uni siz tiriltira olasiz qaytadan. O'shanga ha. Xo'sh, mana hozir WAV-ni, ya'ni audio videodagi audiosini chiqarishga harakat qilyapti. O'shani WAV qilib qo'yapti. Tak. Hozir oz qoldi. Bo'ldi, endi qarang, mana bunaqa panel chiqadi. Don't ask again ni bosmanglar. Bu panel sizga kerak bo'ladi. O'shanga bosmanglar, xo'pmi? Split channels, nima qiladi? Split channels bu stereo zvuk, ya'ni audioda itak shundoq ham stereo bo'lgani uchun split channels qiladi va ikkita audioga bo'lib tashlaydi, chap va o'ngga. Buni qilmang, bu noqulay. Balki kerakdir, farqi yo'q. Balki sizga kerakdir. Men deyarli ishlatmaganman, menga kerak emas. Shunga men split channels qilmayman-da. Bo'ldi. Sample rate. Agar sizda masalan proyektning sample rate 48000 bo'lsa, o'zgartirish to'g'ri kelmaydi, shart emas. Mana o'zgartirish shart emas, bos bo'lmaydi, chunki proyektning o'zi, ya'ni ochgan proyektingizning o'zi nastroykasida 48000 Hz turibdi. Bitdef ya'ni bu 23 lux, 21 lux, 16 lux mana shunaqalar narsa, o'sha luxni moslashtirib beradi. Okey qilamiz. Bo'ldi mana. Endi e'tibor beramiz. Mana audiosi ham chiqdi. Video yo'q, to'g'rimi? Videosi yo'q. Video paydo bo'lishi uchun F8 knopkasini bosamiz. Mana. Video player paydo bo'ldi. Maslahatim ikkinchi ekran kerak, chunki bu yerda interfeys juda katta qilingan, sal noqulay, to'g'risini aytsam, shunisi. Vot, menda ikkinchi ekran yo'q, shunga men shunaqa, men odatda bunday qilib qo'yib ishlayman. Chunki bu yerdagi panellar menga kerak bo'ladi, mana. Vot. Endi qarang, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qizil qilib ko'rsatilgan, ya'ni Project 30 FPS, Video 60 FPS. Ya'ni proyekt 30 FPS deyapti-da, video esa 60 FPS. Bu degani bizning proyektimiz 30 FPS ga moslashtirilgan. Nima qilishimiz kerak? Bu birinchidan biz Shift S ni bosamiz, C emas, S. Shift S ni bosamizda, mana bunaqa panel paydo bo'ladi. Shu panel proyekt setup deyiladi. Ko'rib turganingizdek, proyekt setupda mana 48000 bit, 48000 Hz, bitimiz 24 turibdi. Vot. 12 plus DTPL, equal power, bularga 3D mode, 2 layer, bularga tegish shart emas. Faqat bizga muhimi mana bu 30 FPS deyapti, to'g'rimi? Biz buni 60 FPS qilamizda, okey qilamiz. Tayyor. Mana endi qizil yozuv ham o'chdi. Nima uchun biz bunday qildik? Sababini aytaman. 30 FPS turganda, 30 FPS turganda ovoz berayotganingizda yoki montaj qilayotganingizda surilishlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni videoga tushmay qolishi mumkin sizni ishlagan ovozingiz. O'shanga moslashtirilishi shart. Mana endi moslashtirib bo'ldik. Endi bu audio doroshka, ko'rib turganingizdek, bu audio doroshka bilan video doroshka bilan audio. Audio nomi mana video nomidek bo'ladi. O'shaning uchun siz o'zingiz istaganingizcha almashtirishingiz mumkin. Men buni original deb qo'yishim mumkin. Mana original. Mana original ovoz, ya'ni keyin rangini ham almashtirishingiz mumkin. Rangini almashtirish uchun esa Ctrl ni bosib turib, mana bu yerga bosasiz. Ctrl ni bosib turib, mana ranglar paneli chiqadi. Bu meni shaxsiy ranglar panelim. Uni nastroyka qilish kerak. Odatda sizda faqat ikkita qator rang bo'ladi. O'zi tanlab, no'nda o'zi tayyorlab qo'ygan. Vot. Ular o'zingizga moslashtirishingiz mumkin. Bu yana keyingi darslarda. Bo'ldi. Men odatda adashmasam mana bunaqa rang qo'yaman. Vot. Adashtirmasligim uchun bu menga qulayroq. Vot. Endi eshitib ko'ramiz. Kobe. Hey, watch where you're going. Tak,
bo'ldi, almashtiryapti. Keyin ko'rib turganingizdek mixer mana bu yerda ko'rsatyapti ovoz balandligini, pastligini. 5 desibelgacha uryapti. Bu o'yin uchun standart va bo'ladi. Itak, endi mana bu panel nima? Bo'ldi, biz proyekt qildik-da, mana video qo'ydik, ovozi ham qo'yildi, ishlayapti, hammasi chotki-potki. Endi nimani o'ylashimiz kerak? Biz chapdagi mana bu panelni o'ylashimiz kerak. Itak, visibility bu nima uchun? Visibility bu proyektdagi qaysi daroshkalar ko'rinishi kerak, ko'rinmasligi kerak degani. Men odatda mana bu inputni o'chirib yuboraman. Kerak emas, menga ko'rinish shart emas. Mana input o'chdi, input output kerak emas. Input output bu общий mix, ya'ni mixni balandligini hozir men bunday qilsam polni o'chadi. Mana zvuk yo'q. Shunga qaytaraman. Shunga qaytaramanda ovozini ko'tarib qo'yaman joyiga. Baland qildimi? 0 da turaversin. Shuning uchun buni bunday qilsak, stereo out tanlasak, mana. Mana bu yerda 0 qilamiz. Tochkani o'chirish kerak edi bu uchun. Tak, tochkani o'chir. Endi buni 0 qilsak bo'ladi. Вот, stereo out. Tak, bu общий input. Bu kerak emas odatda. Menga tepada joy egallab turadi, keraksiz. Men o'chirib qo'yaman. Videoni ham o'chirsangiz bo'ladi, kerak emas deb. Joy egallamasligi uchun mana shunday turadi. Faqat mana shu yerda videosini ko'rasizda, bu yerda esa audiosi bo'ladi. Bu ham qulay juda ham meni fikrimcha. Вот, endi inspektorga o'tamiz. Inspektor nima uchun kerak? Mana bu yerdagi inspektor mana. Video daroshka ustiga bossangiz, mana ko'rib turganingizdek bu yerda funksional paydo bo'lyapti. Mana daroshka original. Вот. Endi biz nima qilamiz? Biz mana bu yerda balandligini настройка qilsangiz bo'ladi mana. -0 + 12 gacha ko'tarsangiz bo'ladi daroshkasini. Вот. Va auto fade settings bu avtomatически crossfade qiladi. Crossfade emas, ya'ni fade qo'yadi. Mana bunaqa narsa ko'rsataman. Har bitta knopkasini ko'rsatib beraman. Mana. Fade qiladi mana buni. Mana shunday qilib qo'yadi. U sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Mana shunday qiladi. Вот. Kesganingizda, daroshkani kesganingizda. Endi write nima qiladi? Write bu effektni avtomatizatsiyasi uchun kerak. Bu keyingi videolarga, keyingi video. Men sizlarga muhim hozir interfays tushuntirib berishim kerak. Solo mana bu yerda ham bor. Bu mute. Endi bilasizlar. Bu pan, ya'ni right leftga, chap o'ngga eshitishga, o'ngga qilamiz. Bu o'ng tarafga right mana. Endi faqat o'ng tarafdan eshitilyapti, ko'rib turganingizdek. Endi left qilsak, faqat left tarafdan, ya'ni chap tarafdan eshitiladi. Buni keyin biz 0 qilamiz, buni ham 0 qilamiz-da, bo'ldi. Itak, endi track presets bor. O'zini presetlarni tanlasangiz bo'ladi. Load presets mana endi bu effektlar, tayyor presetlarni yaratganingizdan keyin qilsa bo'ladi. Itak, bu yerda ko'rib turganingizdek stereo in, mana bu stereo in va stereo out, left right turibdi. Lekin albatta stereo in tanlaysizda va stereo out tanlashingiz kerak. Shunda ovoz chiqadi. Lekin shina yaratganimizda, ya'ni bassni yaratganimizda biz buni stereo emas, bassga yuborishimiz mumkin. Bu endi keyin. Track vision to'g'risini aytsam ishlatmagan formatda ham. Quick controls bu ham ishlatmaganman deyarli. Вот. Endi qarang. Biz yangi daroshka yaratmoqchimiz. Ovoz yozish uchun biz bu uchun nima qilishimiz kerak? Bu uchun biz 2 marta pusto joyga bosamiz. Bo'ldi. Mana daroshka paydo bo'ldi. Tez 2 marta bossangiz chiqaveradi mana. Yarataverasiz. Juda qulay. Ctrl Z programma anaqani joyiga qaytaradi. Yaratgan narsangiz joyiga qaytaradi. Lekin bu rang va balandlikka tegmaydi nimagadir. Bilmayman nimaga shunaqa qilishgan. Shunisi sal noqulayroq. Masalan, ovoz balandligini o'zgartirsangiz, Ctrl Z qilsangiz eski balandligiga qaytarmaydi. Shuni inobatga oling, bilmayman nimaga shunaqa. Lekin o'chirgan narsangiz bo'lsa yoki masalan yoki surgan bo'lsangiz daroshkani, o'shani Ctrl Z qilsangiz qaytaradi. Faqat effekt qo'yganingizda qaytarmaydi. Ya'ni effekt qo'ydingizmi, Ctrl Z qilsangiz u effektni olib tashlamaydi nimagadir. Balandligini qaytarmaydi. Panni ham to'g'rilab qo'ymaydi. Ctrl Z qilsangiz qaytarib qo'ymaydi joyiga. Xullas, effektlar qilayotganingizda ishlamaydi, bilmayman nimaga. Itak, daroshkani yaratdik. Daroshkani mana bu yerdagi knopkalar nima uchun kerak? Bu monitoring, mana. Chap tarafdan monitoring berib tashlayapti, menga nafik kerak emas u. Bu esa mana bu knopka bu stereo moddan mono mod qilib qo'yadi. Please don't ask again ni o'chirmanglar, bu kerak bo'ladi. Masalan, bir masdan bosib borsangiz, keyin bo'ldi.
bir sezmay qolishingiz mumkin. Okey qilamizda, mana endi bitta dumaloq bo'lib qoldi. Bitta dumaloq degani bu ovoz doroshkasi mono bo'lib qoldi degani. Mana hozir yozsam 1 2 3 4 1 2 3 4 mana mono qilib yozyapti ko'rib turganingizdek. Lekin agar men stereoga qaytarsam 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 mana endi chap tarafdan yozyapti. Chunki meni anaqa mikrofonim chap doroshkaga moslashtirilgan. Вот. Yozayotganingizda masalan biz buni nima deb yozamiz? Biz buni ozvuchka deb yozamiz, ozvuchka deb yozsak, bu yerda siz albatta ozvuchka qilayotganingizda shu yerda yozasiz. Bo'ldi. Interfeysni tushunib oldik. Endi biz nastroykasini tushunishimiz kerak. Knopkalar qaysi knopka nimaga javob beradi klaviaturadagi. Itak, birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Editga kiramiz. K-commandsga kiramiz. K-commands. Bu yerda siz polniy nastroyka qilsangiz bo'ladi, o'zingizga moslashtirib har xil knopkalarni. Вот. Masalan, menda solo knopkasi S da turibdi. Juda qulay men uchun. Вот. Right W da turibdi. Right and W harfdan-ku. Вот. Shu yerda siz o'zingizga moslashtira olasiz. Bu yerda men ko'p qolmayman. Aynan mana shu yerda siz masalan ChatGPT orqali qaysidir effektni o'chiraman yoki yondiraman deb knopka ingliz tilida yozsangiz, mana nomlarini sразу ko'rsatib beradi, tushuntirib beradi. Chunki bu yerda juda ko'p funksiya bor-da, men hammasini ishlatmayman. Вот. Itak, shu yerda nastroyka qilib bo'ldik. Tasavvur qilingki, endi shu nastroyka qilib bo'ldingiz, o'sha klaviaturani moslashtirdingiz o'zingizga. Endi nima qilamiz? Endi biz yozib bo'ldik-da. Masalan, siz daroshkalar bo'ldi, daroshkalar qo'ydingiz, kinoni montaj qilmoqchisiz. Anima kino farqi yo'q, montaj qilmoqchisiz. Montaj qilayotganda biz nima qilamiz? Biz effekt qo'yamiz, to'g'rimi? Ovozga ekvalizatsiya, kompressiya, reverberatsiya hammasi bo'ladi ichida. Buning uchun biz birinchi o'rinda bas yaratishimiz kerak. Bassiz iloji yo'q, chunki basda siz общий effekt qilasiz hamma ovozga. Bu uchun biz nima qilamiz? Sichqonni o'ng tomondagi knopkasini bosamizda, sichqondagi o'ng tomondagi knopkasini bosamiz va add group track ni bosamiz. Add group track. Mana menda alt Q ekan. Men bilan o'zim qilganman. Alt Q va alt D deb o'zim nomlab qo'yganman. Biz alt Q ni bosamizda, menda group nomini nomlaymiz. Stereo emas. Masalan, siz buni bass deb nomlasangiz bo'ladi. Bass. Configuration stereo bo'ladi. Uzr, nomini qanday? Mana bass deb nomlasak bo'ladi. Men mana buni bass deb nomlaymizda, add track qilamiz. Bo'ldi. Endi bass qo'shdikda, endi ovozni qanday qilib shu bassga bog'lab qo'yishimiz kerak? Buning uchun biz ozvuchkani bosamizda, boya aytganimdek, mana group bass paydo bo'lib qoldi ko'rganingizdek. Stereo out o'rniga group bassni tanlaymiz. Bo'ldi. Group bassda esa stereo out turishi shart. Mana group bassni bosdim, stereo out turishi shart va albatta o'zi ham stereo bo'lishi shart. Mana bu. Dumaloqlar ikkita bo'lishi kerak. Bo'ldi, qo'shdik-a. Keyingi daroshkalarni ham shunday qo'shib ketaverasiz. Ikkinchisini ham stereo bass, uchinchisini ham stereo bass, audioni ham keyingisini ham stereo bass bo'ldi. Mana shunday ketadi, stereo bass. Endi ichida daroshkalar bor deb tasavvur qilamiz. Ya'ni ovoz bor deb tasavvur qilamiz, a? Bu ovoz bor deb ovoz qo'ydik. Endi ovoz qo'yganimizdan keyin nima qilishimiz kerak? Albatta effekt qo'yishimiz kerak. Odatda bassda biz nima qilamiz? Bassda biz yengil effektli qilamiz. Birinchi o'rinda albatta ekvalizatsiya keladi. Ekvalizatsiyadan keyin shumadaflar keladi. DSR-lar, ya'ni derumlar bilmadim. Kimdir, agar kerak bo'lib qolsa, odatda lekin derum, DSR ishlatmayman, faqat DS ishlataman. Chunki hammani mikrofon har xil, hammani xonasi har xil, shunga derum, denoise ishlatmayman. Derum, denoiselar faqat hammasi o'zini alohida daroshkasida bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek panel paydo bo'ladi, effektlar paneli. Bu yerda siz kerakli debman, bosh effektlar qo'yiladi. Bosh effektlar, mana equalizatsiya, effects, dynamics, drums, tasavvur qilamiz debman. Kelinglar biz bu yerga Pro Q3 ni qo'yamiz, equalizerni. Mana bu ham o'zini equalizeri, lekin buni juda kam holatda ishlataman.
to'g'risi aytsam zo'r ishlaydigan equalizer emas, Steinbergni o'ziniki. Va atigi 4 ta точка qo'ysangiz bo'ladi, bu esa noqulay. Atigi 4 ta точка bu nima o'ch bolayu. Вот. Itak Pro Q3 ga kiramizda, keyin biz bu yerda bilmadim, настройка qildik-da. Masalan, menda bu yerda tayyor vokalni o'zining настройкасы bor. Masalan, vokal mana. Bo'ldi. Bu menda xuddi shunaqa turadi basda. Ya'ni yengil kesganmi ko'rib turganingizdek. Faqat bas uchun yengil kesilgan. Вот. Va keyin nima qo'shiladi? Qolgani endi o'zingizni proyektingizga bog'liq. Men masalan keyin mana anaqa qo'shaman. Kompressiya qo'shaman. Kompressiyada menda bir necha xili bor. Anime 2, anime yoki vokal, filmga moslashtirilgani bor men uchun. Вот, men mягкость qo'yaman, ovozni yumshattirib beradigan. Вот, bu yerda o'zingiz presetlaringizni yaratganingizda qila olasiz. Вот, qo'ydik endi. Вот, endi men yozaman-da ovozni masalanda. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ovozni yozdik. Mana mut qilamiz, kerak emas. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Уже ta'sir qilyapti effektlar. Agar men effektlarni o'chirsam, mana bu knopka o'chiradi mana bu. Polniy hammasini o'chiradi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Eshitayotganingizdek, ovoz farqi bor. Anaqada qirib eshitilyapti, qiryapti, quloqni qiryapti. Endi yondiramiz effektlarni. Вот. Mana bu knopkalarga nima javob beradi? Bu effektning bitta o'zini o'chiradi. Mana bunday qilsangiz bo'ldi. Bu endi boshqarish, effektni boshqarish. Mana Menda bu E deb yozilgan knopka menda akras E da turibdi, shu E da turibdi. E ni bossam sразу ochadi mana. O'zingiz shunga настройка qilsangiz bo'ladi, o'zingizga moslashtirib qanday qulay bo'lsa. Вот. Endi daroshkani o'zida, men ozvuchkani o'zida ham effekt qo'yiladi. Har bitta aktyorning ovozida o'zini har xil tembri bo'ladi. Siz quloqqa eshitib, moslashtirib, effektlar qo'yasiz-da. Mana bu yerda pluginlar hammasi bor. Вот. Pluginlarga keladigan bo'lsak, pluginlarni programma o'zi topadi. Siz muhimi o'rnatsangiz bas hammasini, o'zingizga kerakli pluginlarni. Вот. Hozir bu yerda tak pluginlar anaqasi bor edi bu yerda. Poisk qilardi. Esimdan chiqib ketibdi, hozir qayerda edi. Score, media, find missing files, nope. Audio, nope. Project, nope. Edit. Plugins deb yozilishi kerak edi bitta joyda. Profile manager. Yo'q, bu emas. Edits, preferences, function, history, projects. Project setup, marker. Xullas, keyingi videoda ko'rsataman. Bu yerda boshqa tema ketyapti. U pluginlarni o'zi topadi. Muhimi sizda oldindan o'rnatilgan bo'lsa bas. Fa filtrni, izotopniki, anaqa yana kimniki bor, wavesniki bor, yana ko'p anaqalar bor. Pluginlari, preset debman, paklari bor. Steinbergning o'zini ham, ya'ni mana Steinberg degan Nundan o'zini ham effektlari yaxshi aslida, ko'p ishlataman. Ularning effektlari ham yangi yoqadi. Audio effektlari qulay, yaxshi. Вот. Endi tasavvur qilingiz, siz montaj qilib bo'ldingizda, ovozni montaj qilib bo'ldingiz. Yo'q, hali emas, uzr. Ovozni hali montaj qilmadik. Bu yerda kichik bir anaqalar bor. Xullas, mana bu knopkani bossangizda, sizda panel paydo bo'ladi mana bunaqa. Bu balandlik paneli. Siz bu yerda past baland qilib bunaqa настройка qilib ketsangiz bo'ladi. Juda qulay. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Mana. Ctrl Z bilan qaytaramizda. Вот. Va bu panelda nafaqat balandligi, bu panelda hattoki siz ekvalizatsiyani avtomatizatsiya qilsangiz bo'ladi. Ya'ni equalizerni qayerdadir shunday настройка qilsangiz, basni kerakli joyda basni kesib qo'yadi, kerakli joyda basni qoldirib qo'yadi. Hammasi ruchnoy qilinadi, keyin avtomatizatsiya bilan ishlashni boshlaydi. Bu endi keyingi tema. Bu yerda sizga hozirgi damda muhimi nima kerak? Volume, balandlik va albatta standard panel left right 1. Ikkisi emas, ikkisi nimagadir ishlamaydi. Biri ishlaydi, ikkini tegmaymizda, birini qo'yamiz mana. Endi chap o'ng qiladi quloqning ovoziga. Mana chap o'ng qilib ketsangiz, tepa chap, past o'ng. Mana. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
1 Mana 2 3 faqat 4. o'ng tarafdan ishlatilyapti. Bu panoramna effektlar uchun kerak bo'ladi. Panoramna effektlar uchun, panoramna effekt bilasiz, menimcha siz nimaligini bilasiz. Bu chap o'ngda personaj chapda gapirsa chapda qilish, o'ngda gapirsa o'ngda qilish. Вот. Orqa endi oldi, endi u alohida effekt kerak bu uchun, alohida plagin kerak. Вот. Mana shunaqa ishlatiladi. Va knopka R ni yondirib qo'ying, bo'lmasa mana shu anaqani chizib qo'ygan chiziqlaringizni o'qimay ketadi R. R degani read degani. Вот. Keyin mana bu yerda instrumentlarni ko'ryapsiz, a? Вот. Ovozni biz qanday kesamiz va qanday yozamiz va qanday suramiz. Endi surish mana. Просто bunday surasiz. Qulaygina. Вот. Mana. Endi Altni bosib tursangiz kesish bo'ladi mana. Mana, qulay. Kesib tashlasangiz bo'ladi mana. Ctrl Z bilan qaytaramizda Altni bosib delete qilib o'chirsangiz bo'ladi mana. Altni bosib delete qilib o'chirsangiz bo'ladi. Juda qulay. Itak, endi mana bu yerda mana bu bor. Bu полный дорожкani o'chirib oladi mana. Lastik. Lastikni men ishlatmayman, to'g'risini aytsam. Pustoy joyini bosib tursangiz, pustoy joyda sichqonni o'ng knopkasi bilan bosib tursangiz, hamma naqa paydo bo'ladi mana. Kerakli sizga funksiyalar. Kesish, yozish, range ni qilish, masalan, bunday qilib range qilib qo'yasizda. Shu range da ishlaydi keyin odatda. Вот. Keyin mana kursorga qaytarish, просто o'ng knopkani bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bunday qilib qo'ysangiz, keyin bunday qilsangiz bo'ldi mana. Lekin men knopkani настройка qilganman, V qilsam V da mana shu knopka bo'ladi-da. Bo'ldi, shu V Alt ishlataman. Bo'ldi. Men masalan mana bu knopkani draw o'zi avtomatik ishlaydi. Pustoy дорожка bo'lsa draw ishlaydi-da. Siz bunday chizib qo'ysangiz bo'ladi o'ziga moslashtirib mana. Kerakli joyini. Balki bu yerda qanaqadir sizda nimadir esingizdan chiqib qolmasligi uchun shunaqa belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Вот. Endi boshida programmaga kirganingizda sizda mana bunday mana bu chiziqcha yurmaydi mana qimirlatyapman, chiziq qimirlayapti, bu template yurmaydi. Qotib turadi mana bu yerda. Nimaga shunaqa qilishgan bilmayman. Shuni to'g'irlash uchun biz edit ga kiramizda, preferences ga kiramiz va transport ga kiramiz mana bu yerda mana transport. Transportda locate when clicked in empty space ni yoqib qo'yamiz mana buni yoqasizda, keyin apply ni bosasiz. Bo'ldi, shu bilan hammasi ishlaydi mana. Keyin mana shunday ishlab ketaveradi. Bo'ldi. Endi tepadagi mana bu panelni ham настрой qilsangiz bo'ladi. Mana timeliner yoqsangiz bo'ladi, time code, seconds qilsangiz bo'ladi. Men time code qilganman, osonroq bu yerda tushunish. Mana zoom in, zoom out bu yerda hammasi ko'rsatilgan. Xullas, tepada mana bu panel bilan ishlasangiz bo'ladi. Bu kerak, chunki mana bunday qilib bo'lib, masalan, sizga mana bu дорожкani, faqat shu дорожкani eshitib turish kerak повтор bilan. Bu uchun siz shu дорожкani ustiga bosasizda va P harfini bosasiz, inglizcha P ni bosasizda, o'zi mana qilib qo'yadi, ko'rayotganingizdek, o'zi ichiga tiqib qo'yadi mana. Keyin P ni bosganingizdan keyin albatta mana bu knopkani bosishingiz shart. Siklni yoqadi, keyin faqat повтор qiladi shuni. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mana повтор qiladi. Sizga masalan shu повтор nima uchun kerak bo'ladi? Ekvalizatsiya qilish uchun, ovozni ekvalizatsiyasini to'g'rilash uchun, kompressiyasini qilish uchun, bitta qaysidir momentdan qilsangiz sizga ancha oson bo'ladi deb o'ylayman. Каждый раз qaytadan o'zingiz ruchnoy bosishdan ko'ra yaxshiroq-ku, to'g'rimi? Вот. Endi bo'ldi, siz montaj qilib bo'ldingiz, настройкаlar qilib bo'ldingiz. Proyekt tayyor. Proyekt tayyor bo'lgandan keyin uni qanday render qilish kerak? Render qilish. Itak. Faylga kiramiz. File, export audio mix. Audio mix tanlaganimizdan keyin mana bunaqa panel paydo bo'ladi. Panelda siz mana bu knopkalarni bosishingiz shart emas. Mana shu tursin, lekin bunga tegmang. Вот, waves mana AFX, MAX, F, MPEG, flag, OGG, Vorbis. Bir nechta format bor. Waves tanlaymizda, keyin proyekt qanaqa bo'lsa, shunaqa anaqasini настройкаlarni tanlaymiz. 24 bit, 48 MHz. Keyin proyekt o'zi, ya'ni render qilayotganingizda o'zi
papka proyekt papkasini ichida yangi papka ochadi. Mixdown degan papkani ochadi, ichiga sovuradi avtomaticheski. Juda ham qulay. O'zingiz papka tanlashingiz shart emas, lekin xohlasangiz tanlayvering. No endi majburlamayapti. Bunday kirib tak, mana buni 2 marta bosib kirasizda, o'zingiz tanlaysiz xohlasangiz. Вот. Bu muammo emas. Keyin mana bu yerda nomlaysiz, proyektni nomlaysiz. Mana shu yerda nom. Bo'ldi. Shu bilan bu hali hammasi emas. Unutmangki, render qilish uchun siz videoni ustiga bosib, P-ni bosishingiz shart. O'shandan keyingina render qiladi. Ya'ni render qilayotganingizda tanlangan joylarni render qiladi-da. Mana men polniy videoni o'zini tanladim, polniy endi proyektni o'zini render qiladi. Bu siz iloji yo'q. Agar masalan mana bu flashokni o'ngroq surib qo'ysangiz, mana shu yerdan render qilish boshlaydi. No endi shunaqa. Avtomaticheski polniy proyektni render qilmaydi. O'zingiz nastroyga qilishni unutmasligingiz kerak. Вот. Bunday surib qo'yamizda, boshiga bo'ldi, boshidan oxirigacha render qiladi. Va bu yerda single mode bor, multiple mode bor. Biz single mode tanlaymiz. Single modeda albatta stereo out tanlaymiz. Mana bu stereo out. Nima uchun stereo out tanlaymiz? Bu kakrasdagi hamma qilgan effektlaringizda hamma doroshkalarini bitta qilib chiqarib beradi. Shu stereo out deyiladi. Keyin export knopkasini bosamiz, bo'ldi, kutamiz. Lekin agar istasangiz single modeda siz faqat original doroshkani render qilishingiz mumkin yoki audio 2, audio 3, audio 1 oзвучка farqi yo'q, o'zingizga qulay. Lekin men odatda faqat stereo out qilaman. Yoki siz faqat bassdagi ovozlarni render qilishingiz mumkin, ya'ni faqat oзвучкani o'zini render qilishingiz mumkin, originalga tegmasdan. Bu ham qulay. Вот. Multiple mode nima uchun kerak? Multiple modda siz tanlab chiqasizda alohida render qilib beradi. Zo'r-a? Qulaygina. Ham birlashtirib render qilib beradi, stereo outni bosib qo'ysangiz, keyin qolgan tanlagan doroshkalaringizni ham alohida qayta render qilib beradi. Bu ko'proq vaqt talab qiladi, lekin zato juda qulay. Kutish shart emas. Har safar qayta qilib, har safar qayta kirib, qayta render qilishingiz shart emas. Bu juda ham qulay. Вот. Endi bo'ldi, render qilib bo'ldik. Bu yoqqa bo'ldi, proyektingiz bitdi. Menimcha shunisi yetarli edi. Bu endi bazasi birinchi qismi edi. Ikkinchi qismida effektlarni qanday qilish, qanday ishlatish va baslarni qanday ulash, bu yoqqa bular bo'lishi mumkin. Lekin aktiv bo'lsa va buni izohlarda so'rasangiz, kommentlarga yozsangiz shu va like bossangiz, obuna bo'lsangiz kanalimga, Telegram kanalim ham bor. Buni videoni tagida yozib qo'yaman albatta. Unutmang kirishga o'sha Telegram kanalga. O'sha yerda biz podpishchiklar bilan birgalikda ovozlashtiramiz. Keyingi audio proyekt qanaqa bo'lishini, ya'ni video YouTube'da nimani o'rgatishimni. Вот. Xullas kalom shunday. Hammaga katta rahmat. Yaxshi kun tilab qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Like bosishni unutmang. Xayr.